Endi ijtimoiy yordam faqat ayollar daftariga kirganlar uchun emas. Uy-joy ta'miri uchun yordam puli. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi 17-sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida hukumat tomonidan ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimiga yangilik kiritildi. Endi ijtimoiy yordam faqat ayollar daftari, yoshlar daftari va umuman kambag'al oilalar reyestriga kiritilganlargagina emas, balki saxovat va ko'mak jamg'armalari orqali endilikda o'z oylik daromadi har bir a'zoga minimal iste'mol xarajatlarining 2 barobardan oshmagan oilalarga ham taqdim etiladi. Bu mablag'lar uy-joy sharoitini yaxshilash, ta'mirlash va sog'liqni saqlash bo'yicha qo'llab-quvvatlash kabi muhim ehtiyojlarga yo'naltiriladi. Jamg'armalarga ajratiladigan mablag'lar har bir tuman va shahardagi aholi soni, nogironligi bo'lgan fuqarolar va kambag'al oilalar hissasiga mutanosib ravishda mahallalar kesimida aniq va shaffof taqsimlanishi kerak. Qarorga muvofiq joriy yil 15-avgustdan boshlab Toshkent shahri va Andijon viloyatida elektron vaucher orqali yordam berish tizimi sinov tariqasida yo'lga qo'yiladi. Bunda har bir so'm haqiqiy ehtiyojmandlarga yetib borishi ta'minlanadi. Eslatib o'tamiz, Taftish.uz aynan saxovat va ko'mak jamg'armasidan ayollar daftariga kiritilgan ayollarga ajratilgan pullar ayrim mutasaddilar tomonidan yuvilganligi haqidagi murojaat bo'yicha o'z surishtiruvlarini olib bormoqda.